Romaning xaloskori Eldor Shomurodov. U bahsning so'nggi soniyalarida Romani qutqarib qoldi. Mana buni haqiqiy natija desa bo'ladi. Abduqodir Husanov birinchi oydayoq Manchester shahrida tengsiz deya tan olindi. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang. Chunki ushbu dasturimizda o'zbek o'g'lonlarining Yevropani va butun dunyoni yondirayotganligi haqida gaplashamiz va albatta suhbatimizga batafsil o'tishdan oldin qisqagina e'lon. Iltimos ushbu e'lonni diqqat bilan tinglang, chunki ushbu e'lon sizning hayotingizni butkul o'zgartirib yuborishga qodir. Gap shundaki do'stlarim, endi yangi bosh homiyimiz yangi mijozlar uchun e'tibor bering. Naqd 21 million so'mdan bonus puli taqdim etmoqda. Ushbu bonus pulni qo'lga kiritish uchun esa kompaniyadan ro'yxatdan o'tish vaqtida ekraningizda ko'rib turgan RMD OFF promo kodini kiritishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng bot robot emasligingizni tasdiqlash uchun hisobingizni istalgan summa evaziga to'ldiring. 5000 so'm, 10000 so'm, 20000 so'm pulning miqdori ahamiyatsiz. Shundan keyin sizning o'yin hisobingizga 21 million so'm bonus puli kelib tushadi. So'ngra ushbu bonus pulni xohlasangiz kompaniyada ko'paytiring, xohlasangiz biror bir bank hisobingizga olib chiqib keting. Yana bir bor eslatib o'taman, kompaniyadan ro'yxatdan o'tish manzili ushbu videorolikning kommentariyasida. Ha do'stlarim, o'zbek o'g'lonlari Yevropani yondirmoqdalar. Butun dunyo va butun O'rta Osiyo Eldor Shomurodovni yodidan chiqarib qo'ygandi va faqatgina Abduqodir Husanov haqida gapirayotgandi. Lekin kutilmaganda Eldor Shomurodov og'alar men hali tirikman deganday fevral oyida Italiya A seriyasining ramziy terma jamoasidan joy olgandi. Keyin esa do'stlarim, shoshmanglar, bu hali hammasi emas deya kecha Yevropa Ligasi musobaqasining 1-8 dastlabki bahsida Atletik Bilbao klubiga qarshi bahsda u o'z jamoasini qutqardi. Xabaringiz bor, Roma klubi anchadan beri sermahsullik ko'rsata olmayotgandi, Italiya A seriyasida ham Yevropa Ligasida ham. Va hattoki o'z uyida o'ynashiga qaramasdan Atletik Bilbaoga mag'lub bo'lay deb turganida ular bir amallab g'alabani qo'lga kirita oldilar. Albatta ushbu g'alabani qo'lga kiritishda esa Eldor Shomurodovning xizmatlari beqiyos. Eldor Shomurodov 71-daqiqada maydonga tushirildi va ushbu vaqtda hisob 1-1 edi. Keyin esa 85-daqiqada raqib jamoa, ya'ni Atletik Bilbao bir kishi kam bo'lib qoldi. Yeray Alvares o'zining ikkinchi sariq kartochkasini oldi va maydonni tark etishga majbur bo'ldi. Keyin esa hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning 3-chi o'tayotganida Eldor Shomurodov Roma uchun g'alaba to'pini kiritdi va Romaga javob bahsi oldidan keyingi bosqichga chiqish uchun ajoyib imkoniyatni taqdim etdi. Imkoniyatni deb biroz noto'g'ri gapirgan bo'lishim mumkin. Keyingi bosqichga chiqish uchun imkoniyatni ancha oshirdi desam maqsadga muvofiq bo'ladi. Va umid qilamizki do'stlarim, javob bahsida hamyurtimizning jamoasi Bilbaoni taslim etib keyingi bosqichga chiqish masalasini uddalay oladi. Endi esa do'stlarim, yana bir hamyurtimiz haqida gaplashamiz. Ushbu hamyurtimiz Italiyada emas, Angliya Premyer Ligasida to'p surish haqida xabaringiz bor. Va gap kim haqida ketayotganligini menimcha tushunib yetdingiz. Ushbu futbolchi albatta Abduqodir Husanov. Gap shundaki do'stlarim, Abduqodir o'zining shaharliklar safidagi ilk oyini o'tkazganligiga qaramasdan fevral oyida u tengsiz deya tan olindi. Ha do'stlarim, oyning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun da'vogarlar Abduqodir Husanov, Yoshko Gvardiol va Erling Haalandlar edi. E'tibor bering, hamyurtimiz mana shunday nomdor futbolchilarni yengi olgan taqdirda Manchester shahrining eng zo'ri bo'la oldi va yana bir e'tiborli taraf shundaki, Abduqodir uchun fevral oyi bu debyut oyi edi. Bundan ko'rinib turadiki do'stlarim, agar Abduqodir mana shu tempda davom etsa va mana shu harakatlarini ko'rsatishda davom etsa, u kundan kun yaxshilanib boraveradi va Manchester Cityning eng asosiy futbolchisiga aylanadi. Albatta himoyachi masalasida bu biroz qiyin bo'ladi, chunki himoyachilar har doim ham jamoaning asosiy o'zagi bo'lavermaydi. Albatta agar himoyachi juda ham yuqori sifatlik
o'yinga ega bo'lmasa. Agar himoyachi juda ham yuqori futbol namoyish etadigan bo'lsa, faqatgina shundagina jamoaning eng asosiy futbolchisiga aylana oladi. Bulardan misol yaqin o'tmishga nazar solsak, Sergio Ramos Real Madridda, Virgil van Dijk Liverpoolda va bir vaqtlar Paolo Maldini kabi himoyachilar kabi. Paolo Maldini ham o'z davrida Milanning asosiy o'zagi edi. Bunga sabab esa ularning juda ham yuqori sifatli futbol namoyish etishi edi. Va eslab ko'ring, o'sha vaqtlarda Sergio Ramos bo'lmasa Real Madrid oqsardi, Van Dijk bo'lmasa Liverpool ham. Abduqodir ham agar mana shu ketishda davom etsa va o'z ustida ishlashdan to'xtab qolmasa, u tarkibda bo'lmagan bahslarda Manchester City qiynalishni boshlab qoladi. Buning uchun esa Abduqodirdan talab qilinadigan yagona narsa hozirgina ta'kidlab o'tganimday, o'z ustida ishlashdan to'xtab qolmaslik. Mehnat va yana mehnat. Mana shunday gaplar azizlar, ushbu dasturimizda faqatgina o'zbek o'g'lonlari haqida va ularning qo'lga kiritgan natijalari haqida gaplashmoqchi edik. Umid qilamanki, ushbu dasturimiz sizga manfaatli bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, ushbu dasturimizga like bosishni yodingizdan chiqarmang va bir nechta kommentariyalar ham yozib qoldiring. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.